Maza qildimning navbatdagi soni, diqqat, maza qiling. Shuncha duo qildim. Ijobat qani? Qancha gunoh qilding? Hijolat qani? Aka. Kichkinaligimda dadamni xafa qilishsa, nima bo'ldi dadajon desam, hammasi yaxshi qizim deb aldirdilar. Katta bo'lib, endi men ularni aldayapman. Hammasi yaxshi dadajon. Bugun ko'zlar ko'rganini xohlayapti. Sevganini emas. Xo'p, o'rtoqlar. Hozir kelishib olaylik-da. Tanlaylik. Yo bahorda eking yoki kuzda tilanchilik qilasiz. Xo'p, kimga maza qildingiz? Izohlarda yozing. Malika, Akmal, Asadullo yoki Baxtiyor.